Assalomu alaykum do'stlar. Falastinning Angliyadagi diplomati Husam Said Zamlotning BBCga bergan intervyusi. Sizni Hamas nima qilganini birinchi eshitgan. Shanba kuni ertalabga qaytarmoqchiman. Sizning xayolingizdan nimalar o'tdi? Afsus, nadomat bo'lsinki, xalqaro hamjamiyat butun yillar davomida bizning ogohlantirishimizga quloq solmaganidan. Afsus bo'lsinki, bu o'nlab yillar davomida yiringlashiga ruxsat berilganidan. Afsus bo'lsinki, hozir BBC va butun dunyo faqat qon to'kilgani uchun e'tibor beryapti va men faqat umid qilardimki va xohlardimki biz bu daqiqaga yetib kelmasaydik. Xo'p, shunday qilib, siz u yerda pushaymon bo'lgan bir qator narsalarni sanab o'tdingiz. Isroilda begunoh insonlar halok bo'lganidan afsuslanasizmi? Har bir hayotni yo'qotish albatta afsus va fojialidir. Savol shundayki, buni qanday to'xtatamiz? Qanday qilib muqobil yo'lni taqdim etamiz? O'tmishdagi xatolar va saboqlarni qanday o'rganamiz? 100 yillik azob-uqubatlardan keyin Falastin xalqiga teng huquqli munosabatda bo'lamizmi? Boshqa barcha xalqlarga bo'lgani kabi 100 yillik azob-uqubatlardan keyin Falastin xalqiga teng huquqli munosabatda bo'lamizmi? Siz ta'riflagan bu halokatni qanday qilib to'xtatamiz? Bosqinchilik va asirlikni tugatish uchun odamlarning irodasi va erkinlik istagini kamsitmang. Bu yerda faqat gap Hamas haqida emas va bu oxirgi 48 soat haqida ham emas. Axir bu 100 yildan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda. Aytgancha Luis, bu muammolar aynan mana shu yerdan, Britaniyadan va mana shu shahardan, Londondan boshlandi. Aynan Britaniya biz bilan, Falastin bilan maslahatlashmasdan bizning huquqlarimizdan ayirdi. Va keyin biz uchun bu butun xalqaro g'arbiy yondashuv muvaffaqiyatsizlikka, dahshatli muvaffaqiyatsizlikka aylandi. Aynan mana hozir boshqacha yo'l tutish vaqti keldi. Chunki boshqa alternativ qoldirmadingiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchimiz aytganidek, adolat qasos emas, tinchlik urush emas. Va biz Falastin milliy harakati bu muqobil yo'lni 30 yil oldin berganmiz. Biz Isroilni tan oldik. Biz muzokaralar olib borish va zo'ravonlik qilmaslikka kelishdik. Biz xalqaro huquq va rezolyutsiyalarga rioya qilish majburiyatini oldik. Isroil faqatgina bir narsani qilishi kerak edi. Bosqinchilikka barham berishi va mustamlakachi aholi punktlarini kengaytirishni to'xtatishi kerak edi. Isroil buni bir marta ham qilmadi. Barcha keyingi hukumatlar va xalqaro hamjamiyat javobgarlik va kafolatlarni ta'minlashi kerak edi. AQSh boshchiligidagi xalqaro hamjamiyat buni qilmadi. Demak, biz bugun shu yerdamiz. Luis, va bu savol eng muhim savol. Falastinlik tinch aholiga qarshi sodir bo'ladigan Isroil qirg'inlarini qanday to'xtatamiz? Va biz qanday qilib? Kechirasiz. Mana shu yerda bo'lmoqchiman va tarixiy kontekstni qadrlayman va biz bunga qaytamiz. So'nggi 48 soat ichida Hamasning shanba kuni ertalab boshlagan hujumini qo'llab-quvvatlaysizmi? Xo'p, bu savol to'g'ri emas. Luis, haqiqatan ham bu savolingiz to'g'ri emas. Axir bu muhim savol. Yo'q, bu muhim savol emas, chunki siz ularning harakatini qo'llab-quvvatlaysizmi yoki yo'qmi? Bu muhim savol. Yo'q, bu muhim savol emas. Hamas bu guruh, jangari guruh. Siz Falastin vakili bilan gaplashyapsiz. Bizning pozitsiyamiz ma'lum va aniq. Nima u? Hamas harakatlarini qo'llab-quvvatlaysizmi? Va keyin siz tenglashtira olmaysiz. Bu qo'llab-quvvatlash yoki qo'llab-quvvatlamaslik haqida emas. Men bu yerda xalqim, Falastin xalqi boshdan kechirayotgan voqealarni ifodalash uchun keldim. Men hech kimni qoralash uchun kelganim yo'q. Agar kimnidir qoralash kerak bo'lsa, bu siz aytayotgan Yaqin Sharqdagi qo'shtirnoq ichida yagona demokratiya, ya'ni Isroil, siz aytgan ishni qilyapti. Axir tinch aholini nishonga olmoqda va bu ishlar so'nggi 48 soat ichida sodir bo'lmadi. Hamas falastinliklarni nishonga olgan edi, lekin siz buni qoralamaysiz. Luis, men sizga bir narsani aytaman. Hamas Falastin hukumati emas, to'g'rimi? Isroil hukumati esa uyushgan armiyasiga buyruq bermoqda. Shuning uchun iltimos, bu yerda hech qanday simmetriya chizmang, tenglashtirmang. Hech qanday simmetriyani chizishingiz mumkin emas va ishg'ol qilingan va ishg'ol qiluvchini tenglashtirmang. Bu sizning auditoriyangiz va tomoshabinlarning haqiqiy vaziyatni tushunish uchun haqqoniy xizmat bo'lmaydi. Isroil tashkil topganidan beri u bitta harbiy doktrinaga ega. U jang qilganda borib tinch aholi bilan jang qiladi va tinch aholini o'ldiradi va ular jangchilarga bosim o'tkazadi. Tarixga qaytsak, 1948-yildan beri G'azoda bu takrorlangan va takrorlanaveradi. Xullas, suhbatimiz kim aybdorligini topish o'yini emas. Asosiy masala bu dahshatli halokatli bo'ronni qanday to'xtatamiz. Siz shunchaki Isroilni tinch aholini o'ldirganlikda qoraladingiz, lekin Hamasni esa tinch aholini o'ldirganlikda qoralamaysiz. Siz necha marta Isroil rasmiylari bilan suhbat uyushtirdingiz, Luis? 100 martalab. Isroil necha marta sizning ekranlaringiz orqali urush jinoyatlarini sodir etgan? Jonli tarzda siz ulardan o'zlarini aybdor qilishni so'rashdan boshlaysizmi? Shundaymi? Yo'q, albatta.
Yo'q, men bu savolga javob beraman. Nega men bu savolga javob berishdan bosh tortayotganimni bilasizmi? Chunki men uning asosini rad etaman. Chunki buning zamirida hamma narsani noto'g'ri ko'rsatish yotadi. Chunki falastinliklar doimo o'zlarini aybdor his qilishlari kutiladi. Qo'ysangizchi, bu bir siyosiy ziddiyat. Biz uzoq vaqtdan beri huquqlarimizdan mahrum bo'ldik. Demak, bu noto'g'ri boshlanish nuqtasi. To'g'ri boshlanish nuqtasi esa asosiy sabablarga e'tibor qaratish. Bu o'ta qorong'u tunneldan chiqishga harakat qilishdir. 75 yil davomida BBC va asosiy ommaviy axborot vositalarining noxolis harakatlaridan farqli o'laroq, qachonki isroilliklar o'ldirilgan bo'lsagina bizni televideniyega olib kelasiz. So'nggi bir necha oy ichida g'arbiy sohilda 200 dan ortiq falastinliklar halok bo'lganida siz meni bu yerga olib keldingizmi? Siz menga bu savollarni nega o'sha paytda bermadingiz? Quddusda va boshqa joylarda Isroilning shunday provokatsiyalari bo'lsa, meni taklif qilasizmi? Albatta yo'q. Chunki Isroil so'nggi 48 soatda biz aytayotgan fojialarni boshdan kechirdi. Falastinliklar esa so'nggi 50 yil davomida har kuni mana shunday fojialarni boshlaridan kechiradi. Siz G'azodagi vaziyatni juda yaxshi bilasiz. Hozirgina tasvirlab berdingiz. G'azo ochiq osmon ostidagi eng katta qamoqxonadir. O'sha 2 million kishi so'nggi 16 yil davomida Isroil tomonidan qamalda ushlab turilgan-ku. Shuning uchun men shuni aytmoqchimanki, Luis, bu biz ritorikadan, o'ta xavfli, bu doiradan voz kechish vaqti keldi va biz ba'zan odamlarga haqiqiy achchiq haqiqatni ko'rsatishni boshlashimiz kerak. Xo'p, sizning nazaringizda qanday yechim bor? Xalqaro huquq. Bo'ldi, xalqaro huquq. U nimani anglatadi? Ukrainadagi kabi xalqaro rezolyutsiyalarni, qonun va qonuniylikni teng qo'llash. Siz Ukraina elchisini bu yerga olib kelib, undan jangchilarni qoralashni so'rashni boshlaysizmi? Biz Ikkinchi jahon urushi dahshatlaridan keyin Millatlar Ligasi tomonidan yaratilgan qoidalarni to'liq va teng ravishda qo'llashimiz kerak. Isroil ham bundan mustasno emasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Ammo 75 yildirki Isroil mustasno. Hech kim qonundan ustun emasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Luis, Britaniya qonun ustuvorligi bilan mashhur. Menimcha, bu yechim. Isroil bosqinchi kuchdir. U o'z ishg'oli ostidagi odamlarni himoya qilish uchun javobgardir. Agar ular yaqin soatlar va haftalar ichida insoniyatga qarshi va boshqa turdagi jinoyatlarni sodir etsa, ular xalqaro hamjamiyat va xalqaro sud tizimi tomonidan javobgarlikka tortilishi kerak. Husam Zamlud, dasturga kelganingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.